tried so hard and got so far. Esladim. Samolyot ozgina pastlab o't. Qaynonam bugun kelganlar. Psixolog opa mendan keyin kirarlar. Rahmat sizga. Menga zo'r yordam berdingiz. Men даже ularni yaxshi ko'rib qoldim. Hozir chaqiraman. Ayzak chiqiraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kreslolaring bor bo'lsin-da. Qani? Endi menga psixolog kerak. Voy! Voy! Ojoy! Nima qilay? Menga o'ziga yordamchi kerak. Qara nima qilib ketdi ham yo'qni. Mana oldimga kelsin 5-6 marta men o'zim joyiga tushirib qo'yaman. Xo'pmi? Qarasangki penal oldim. Atiga 50 mingga. Gulnozga penal oldim. 100 ming bering. Hoji, kelmasmi? Bir haftaga puli pigaydi. Ha, bugun kelar ekan. Oyjon puli kutamiz. Hozir kerak emas edi-da. Shuncha ishim bor edi. Bafaka, oyjon kelyaptilar. Eshitishdan xursand bo'ldim. Bozorga borib kelasizmi? Shunaqa ham yaxshi xotin bo'ladimi? Normal senga yordam beraman-ku. O'tirolmayapman. Voy, qo'rqma. Oy qizim, rossiya shirin chiqqan. Yoqmadi? Shirin emas-da? Bolam, ko'rding? Adem menga oyoq bergan. Mana sevmadinglar deb. Nima bo'ldi yana? Siz meni sevmaysiz, qachon aytmaysiz? Kecha aytdim-ku. Eslolmayman. Sevganingizda Yevroxausdan katta xolamga uy olib bergan bo'lardingiz. Hamma qarindoshingga olib berdim. Bitta katta xoling qolib ketibdi-ya. Bilardim o'zim katta xolamni yaxshi ko'rmaysizmi, aka? Assalomu alaykum, anonim kelinlar klubiga xush kelibsizlar. Bugun klubimizda yangi kelinimiz bor. Biroz tortiradilar, o'shaning uchun maqtini sendan boshlaymiz. Meni asosiy muammoim endi kechki paytga nima ovqat qilishni bilmayapman. Yo'lni o'tkazib qildi. Naqaram bola u. Uni yangacha qildi. G'ilmindir. Nima u? Meni muammoim men oyijonal deyman. Oyligim 7 million, men 5 million deyman. Nima? Meni muammoim meni erim semiz. Otmaylar. Ovqat yeb chiqadi. Otmaylar. Menda problema. Hamma ekspertlar pul topish oson deydi. Endi ishlayman desam, ikkinchini bolani tug'dim. Uchinchini bolani tug'dim. To'rtinchini bolani tug'dim. Kuyanga o'xshab jiliki 2 marta tug'aman-da. Meni muammoim qaynana. Men ularni o'zimda onamdek ko'raman. Lekin ular meni o'zim qizdek ko'rmaydi. Shunchalik emas-ku? Shunchalik. U kuni qizlar keluvdi, meni o'zim qizdek ko'rmay ajratib qo'ydi. Javonchalik emas-ku? Shunchalik. Oxirgi marta turishganimizda bor-ku. Menimcha urgilar keldi-yu. Javonchalik emas-ku, kelin. Ay shunchalik-a. Hey! Meni ham jinni qilasizlar, o'zingizlar ketib qolasizlar, kelin. Hammasi sizga emas. Bittang oshxonaga bor. Bittang qo'lini sipir. Ha, hozir shunaqa dedimi? Tutib oldimi? Tutib oldim. Qilaman. Bilardim bir kun tutib olishimni. Men hattoki plan tuzgandim. Tutib olaman deb. Endi mendan yaxshilik hech kim kutmasin. Men endi baxshi bo'laman. Bo'ldi. Tutib oldim-a? Men endi baxshi bo'laman. Tarakamidi? Ha, tarakan qo'ydim. Ha, aytdingizmi, ha? Ko'chmonman. Qani ko'cha? Yevroxaustonga uyimizga. Ha, ona uy remont bo'ladi. Remont bo'ladi. Tamam. Adenge, ovqatda yo'q, chiqsinlar. Sayrikrom? Adenge, tortga hamma narsa olib, margarinni esdan chiqazibdilar. Jididing, yo'lingizda-ku. Ko'zini kattaroq ochib qarasin. Xolodilnikda olib kelib qo'yganman. O'g'lim, oyizga ayting, gapini pulini tortmay hisob qo'ydim. Ovqati o'ziga o'xshab chiqibdi. Bemazami? Shirin, o'g'lim. Adenge boshqa narsa. Oyizga ayting, o'zim bilaman. Charchadim. Детки bo'lmanglar, взрослый pozitsiyaga o'tinglar. Adenge? Oyiz. Ilojim qilmadim, buvimga qilaman. Yarasdik. Adijonisi. Oyijonisi. Ma'rif. Kech qolishdi. Assalomu alaykum. Anonim kelinlar klubiga xush kelibsiz. Kimda qanday muammo bor? Muammoim turmush o'rtog'im bergan pulni yig'ib qo'yaman. Qani. Oyjondan bekitib. Nima? Mo'l ovqat qilsam, qaynamga yoqmayapti. Mo'l onisini qilsam, qaynotamga yoqmayapti. Boshqa ovqat qilsam, xo'jayinim yoqmayapti. Hammaga birday yoqish qiyinmi?
unchalik emasdir. Shunchalik. Menimcha oxirgi paytlarda bittasini topib olgan u. Ja unchalik emasdir. Buni asosiy sabab borku. Qaynonam hamma narsaga burnini ko'rib o'ynamizda biz vardi. Ja unchalik emasdir, kelin. Shunchalik aya. Yana muammoyim. Turmush o'rtog'im PUBG Control o'ynaydi-da. Kechasi bilan o'rtalarida o'ynab chiqardi. Men qanaqa qilib bu yo'ldan ularni qaytarishni bilmayapman. Siz ham o'ynaydingmi PUBG o'ynashni? O'ynab ko'rdim. Parashyutim ochilmay qoldi. Ay, bo'lmaydi bu o'yin ekan. Meni muammoyim 5 ta kelinim turib, haligacha qaynonamga xizmat qilib, Unchalik emasdir. telefon qilyapti. Nima yig'in ekan? 20 kilo osh? Ha, qilamiz. Hozircha boraman.